بسم الله الرحمن الرحيم. تقسيم الاسم إلى مذكر ومؤنث. اسمنا مذكر ومؤنث تقسم لنشه. ينقسم الاسم إلى مذكر ومؤنث. اسم مذكر ومؤنث تقسم لنده. فالمذكر ما دل على ذكر كرجل وفاضل. Muzakkar bu erkaklikka dalolat qiladigan lafzdir. Rajulun odam, fozilun fozil. Val muannasu ma dalla ala unsa kamra'atin va fazilatin. Muannas bu ayollikka dalolat qiladigan narsadir. Imratun ayol, fozilatun fozila ayol. Va alamatu ta'nis ta'un mutaharrakatun ka aishata aw alifun maqsuratun كخبلة أو ألف ممدودة كحسناء. مؤنثlik belgisi alomati harakatlik to'dir. Oishatadagi oxirdagi ta yoki maqsura alif, ya'ni qisqa alif. Xubladagi mana oxirdagi a homilador ayol yoki alif mamduda madlik alif cho'ziladigan hasnaa, ya'ni bir ayolning ismi mana bunda kelgan alifga o'xshagan. وقد يحل المؤنث من العلامة فيسمى مؤنثا معنويا كزينب ومريم. Goho muannas ism o'zini alomatidan xoli bo'lib keladi. Ya'ni unda muannaslik alomati bo'lmaydi. Bularni ma'naviy muannas ismlar deb ismlanadi. Mana Zaynaba, Zaynab bir ayolning ismi, Maryama, Maryam. وقد توجد العلامة في المذكر فيسمى مؤنثا لفظيا كحمزة وكفرا وزكريا. Goho muannaslik alomati muzakkar ismlarda topiladi. Buni lafziy muannas deb ismlanadi. Mana Hamza bir odamning ismi, Kufurro chankosa, gulkosa, Zakariya bir odamning ismi. وقد يعامل بعض الأسماء معاملة المؤنثات الحقيقية فتسمى مؤنثات مجازية كالشمس والحرب والمدار في ذلك على النقل. Goho ba'zi ismlarni haqiqiy muannasni muomalasini qilinadi. Ya'ni ularga zamirlar, fe'llarni muannas hukmidagi narsalarni olib kelinadi. Bularni majoziy muannaslar deb ismlanadi. Misol mana ash-shamsu quyosh, val harbu bu urush, bularni yuritishlik naqlga binoan bo'ladi. Birinchi izohga qaraymiz. Bu muzakkar ism to'g'risida unga ishora qilasiz haza deb. Uni sifatda allazi deysiz va zamirida huva deysiz yoki hani o'zini mana innahu degi hayni o'zini qo'yiladi va bu muzakkar ismga isnod berilgan pega toni yopishtirilmaydi. Ikkinchi izohga qaraymiz. Bu muannas ismlar to'g'risida unga ishora qiladigan bo'lsangiz hazihi deysiz va uni sifatida allati deysiz. Unga zamir bersangiz hiya deysiz yoki ha deysiz. Mana innaha va bu muannas ismga isnod berilgan pega ta kiradi. Akalatga o'xshash. Uchinchi izohga qaraymiz. Kufurro bu changlatish idishi, chankosa yoki mevani changlatadigan bir idishning nomi ekan. Va lafziy muannaslarga bu hamma holatlarida muzakkar muomalasini qilinadi. Ya'ni ishora, zamir berishlarda fe'llarni keltirishlikda haqiqiy muzakkarni muomalasini qilinadi. Faqatgina bu lafziy muannaslar g'ayrimunsarif sarfdan man qilinadi. Ya'ni kasra holatida nasb o'qilinadi va tanvin kirmaydi. Amsilatun misollar lil muannasi lafzan va ma'nan. Muannas ham lafziy ham ma'nan bo'lganlarga misol: Fatimatu Fatima, Aishatu Aisha, Safiyatu Safiya bu ayollarning ismi, Qoimatun turuvchi ayol, Zahibatun boruvchi ayol, Kabiratun katta ayol, Laylo bu ism, Su'da bu ham bir ayolning ismi, Surayyo bu ham ismi, Fuzlo bu ham ayolning ismi yo fozilaroq ayol, Sug'ro kichikroq ayol, Kubro kattaroq ayol, Zulayho bu ism, Hasnoa bu ham bir ayolning ismi, Asmoa bu ham, G'aydoa ko'zi chiroylik ism, ayolning ismi, Nufasaa bu nufaso ayol, Azroa bokira ayol. Lil muannasi ma'nan ma'naviy muannas ismga misollar: Hindun, Da'dun, Hajaru, Ummu Gulsimin, Ummul Fazl bu ayollarning ismlari. Haidun bu hayz ko'rgan ayol.
للمؤنث لفظا لفظي مؤنث اسمlar طلحة وطرفة وربيعة وكنانة ومدركة ومعاوية أشئياء أرمياء bu hammasi erkaklarning ismlari. للمؤنث مجازا majoziy muannasga misollar: darun hovli, arzun yer, bi'run quduq, jahannamu jahannam, ka'sun kosa, nafsun nafs, aso bu hassa tayoq. Tamrinun mashq: بين الأسماء المذكرة والأسماء المؤنثة بأنواعها في هذه العبارات. bu iboralardagi muzakkar ismlarni va muannas ismlarni uni navlari bilan bayon qil. Rava ibn Lahiyata an ibn Hubayrata an Alqamata ibn Wa'lata an ibn Abbasin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن سبع ما هو أبلد أم رجل أم امرأة. ibn Lahiya rivoyat qildilar. ibn Hubayradan, u kishi Alqamata ibn Va'ladan, u kishi ibn Abbosdan. Albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam saba to'g'risida so'ralindilar. Nima u, shaharmi yoki odammi yoki ayolmi deb. Faqala bal rajulun wulida lahu ashratun fasakana al-yamana minhum sittatun wash-shama arba'atun amma al-yamaniyun kindatun wa mazhijun wal azdu wa anmarun wa hamirun wal ash'ariyun wa amma ash-shamiyuna falahmun va juzamu va ghassanu va amilatu. Bas aytdilar, balki u 10 ta farzandi bo'lgan odamdir. Bas Yamanda ulardan 6 ta turgan, Shomda 4 tasi turgan. Ammo yamanliklar Kinda, Mazhij, Azd, Anmor, Hamir, Ash'ariyullar. Ammo Shomda turganlari Lahmun, Juzam, G'asson, Omila. Ravopil ibn Poyli ibn Muzob Lahiyata muzofin ilay. Lahiyata labzi muannas bo'lganligi uchun jar o'rnida nasb o'qiyapmiz. An ibn Alqamata bu ham shunaqa jor majrur muzof muzofin ilay. Ana lab Hubayrata labzi muannas erkak kishini. Alqamata ham shu kabi, Va'lata ham labzi muannas. An ibn Abbos ibn jor majrur ibn muzof Abbosin muzofin ilay. Abbos labzi haqiqiy muzakkar ism. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم 7: القاسم وزينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم وعبد الله وإبراهيم وكلهم من حديجة إلا إبراهيم فمن مارية القبطية. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning farzandlari 7 tadir. Qosim, Zaynab, Ruqiya, Fatima, Ummu Gulsum, Abdulloh, Ibrohim. Hammalari Hadija onamiz taraflaridan, faqatgina Ibrohim o'g'illari bu qibtiylik Moriya degan ayoldan. Avladun nabiy muzofin ilay bo'lib turib mubtado, sab'atun xabar. Al-Qosimu bu sab'atundan badal deyishimiz ham mumkin yoki mubtadosi hasb bo'lgan xabar deymiz, unda al-avvalu qilib boshlanadi. Qosim lafzi muzakkar, Zaynabu bu muannas ma'naviy, Ruqiyatu haqiqiy ma'nan va lafzan muannas, Fotimat ham shunday, Ummu Gulsum bu ma'naviy muannas, bu kinoya ism, Abdulloh muzakkar ism izofa bilan, Ibrohim muzakkar ism. Vav atif kulluhum muzof ilay bo'lib turib mubtado, min Hadijata xabar bo'ladi. Hadijata mana bu muannas ism, illo istisno Ibrohim mustasno nasb o'qiyapmiz. Moriya muannas ism, bu alamlik, atoqlik ismlik bo'lgani uchun jar o'rnida nasb o'qiyamiz. Al-Qibtiyati bu Moriyani sifat bo'lyapti, ammo majoziy muannas bo'lgani uchun asli minni jari bunda ko'rinib turibdi.